Husanov hech qanday sumka ham olib kelgani yo'q. Hech narsa yo'q. U faqat futbol o'ynash uchun keldi. Tottenhamga qarshi o'yinda Abduqodir yana o'zini top darajada ko'rsata oldi. Ketma-ket 4 ta muhim bahsda Newcastle, Real Madrid, Liverpool va Tottenhamga qarshi o'yinlarda asosiy tarkibda o'yinni boshlab to'liq harakat qildi. Kechagi bahsdan keyin esa Gvardiola Husanovni maqtab qo'ydi. Menga yoqadigan narsa Husanov allaqachon kiyinish xonasida juda yoqimtoy bo'lib ulgurgan. Tottenhamga qarshi o'yin uchun safarga hech qanday sumkasiz, hech narsasiz keldi. U faqat futbol o'ynash uchun keldi va unga gapirsangiz u doim kulib turadi. Ammo u ishonchli futbolchi. Juda tez, juda chaqqon, to'p bilan uzatmalari juda ham sifatli. U himoya chizig'ini yorib o'tishga qodir. Albatta, u hali o'sishi kerak, lekin atigi 20 yoshda. Juda yosh. Men juda tezkor futbolchilarni ko'rganman. U ham shular qatorida. Hamma uni yoqtiradi. Kam gap, mehnatkash, hech qanday shikoyat yo'q, juda ham kamtarin. Ishonchim komil, muxlislarimiz ham uni yaxshi ko'rib qolishadi. Bizga aynan mana shunday futbolchi kerak edi. Chelsea ga qarshi o'yin bilan debyut qilish bu oson emas edi. Nima bo'lgani hammaga ayon, lekin u keyingi kunlarda juda sokin bo'ldi va o'zini qo'lga oldi. So'nggi o'yinlarda juda yaxshi harakat qildi.